Om de schade te laten zien die de Oeigoeren hadden aangericht. Ja, als het goed is hebben we nu contact met onze correspondent Wouter Zwart. Die is net aangekomen. Most extraordinary confrontation. The Chinese authorities thought they had this area under total control. There are hundreds of troops everywhere. And yet, the crowds came out, insisted they wanted to tell their stories to Western media. And we now see an elderly woman. On Al Jazeera, tensions continue to be high in Xinjiang province. Exiles say the demonstrations were part of a youth movement which used the internet and blogs to organize 2009 yılı 5 iyul Şərqi Türkistan'ın Ürümçi şəhərdə kən köləmlik namayış götürüldü. Xitay hökuməti qolida tömürnün sonuqımı yox namayışçı amını oq tutdu. Topulançı deb qarlab qattiq zərbə berdi. Uyg'urlarga yuzlangan xatarning dahshatidan cho'chigan dunyoning har qaysi bo'laklaridagi Uyg'ur muhojirlar xalqaro muxbirlarning u yerga kirib ahvol egilishini jiddiy talab qildi. Natijada 60 yildan beri davom qilib kelayotgan Sharq Turkistonning mustaqillik da'vosi va Uyg'urlarning milliy erkinlik masalasi tunji qatim dunyoga anlatildi. Bütün dünya Xitay territoriyasidagi bu coğrafiyada Xitaylarga tüptün o'xshamaydigan bir qavmning borligiga hayron qoldi. Dunyoning barliq axborot vositalarida Uyg'ur temasi qiziq nuqtaga aylandi. BBC, CNN, Al Jazeera qatorliq dаңliq medialar Xitoyning g'arbiy qismiga joylashgan Sharq Turkistonga nazar tashladi. Üstüde ko'tarilgan shahar, yig'layotgan ona bolalar, jiddiy holatda yurish qilayotgan askarlar, Xitoy armiyasiga qo'l shiltib turib so'zlayotgan qiz cho'kanlar, Xitoy soqchilar tarafidan tutilgan yigitlar va asli tayqiga tayinib menib Xitoy armiyasini chekindirayotgan bir onaning jasorati qatorliq ta'sirli ko'rinishlar orqa-orqadan ekranga chiqdi. İtaliyadagi 8 davlat uchrashishidek muhim yig'indan chekingan Xitoy prezidenti Hu Jintaoning aloqazodlik bilan Jungoga qaytishi va chet elda yashayotgan Uyg'ur muhojirlar harakatining birdan jonlanib ketishi qatorliqlarmi alohida diqqat qo'zg'adi. Sharq Turkistonning markazi Urumchida to'kilgan qonning hidi xalqaro sohalarning dimiqiga urildi. Xitoy axborot vositalarining bir taraflama xabarlardan ajablanayotgan muxbirlar barliq kuchi bilan uchur egilashga kirishdi. Natijada 1949 yildan beri Sharq Turkistonning mo'l boyligiga tayinib jon beqib kelayotgan Xitoy kommunistlarining xalqaroda kuchayotgan yoshirin tahdidi va Uyg'urlarga yurgizayotgan milliy qirg'inchiligi xalqaro siyosat sahnasiga chiqib qoldi. Yarim asrdan beri yepiq holatda yashayotgan Uyg'ur diyori dunyoga tunildi. Chet ellarda kishilar Uyg'ur desa qiziqadigan, tabriklab ko'rishadigan bo'lib ketdi. Ürümçide yuz bergan bu voqea Uyg'urlar tarixida yangi sahifa ochdi. Xitoylardan shunchalar farqlilikdagi tengsiz muomalalardimi? Kishilik hayotning eng to'van cheklarida yuribmi? Yangi xotirjamlikka erishamayotgan Uyg'urlarning 20 milliondan ortiq nüfusga, necha ming yillik shonliq tarixga, o'ziga xos milliy madaniyatga va mustahkam diniy e'tiqodga sahib turuqliq, mushkamgacha dunyoning diqqat nazaridan chetli qolganligiga ajablangan dunyo, Uyg'ur xalqining yiroq tarixidan tortib, milliy urf-odatlari va gen tavasiga qadar izlanishga yuzlandi. Medialarda Xitoylarning cheklimsiz yurish qilayotganliklari, ammo Uyg'urlarning haqliq namoyishlarining cheklanib, qattiq bostirilganligi, hatto uylarga qamilib kechlari maxfiy tutqun qilinayotganliklari ko'rinib qoldi. Erkaklardan ayrılgan ayollar ve balalarning qurolliq askarlar tarafidan duch kelayotgan qismatlariga qarab, erlarning qandoq bostirilganligi bilinib qoldi. Tahlilchilar Uyg'urlarning oqibati haqida har xil farazlarni o'tirg'i qo'yib, Uyg'urlarning g'azabdan tugilgan mushlari bilan Xitoylarning shumliq burab turgan chumoq qaltaklarini silishtirma qildi.
Xitoy siyosatining nohaqchiliklerini, Xitoy armiyasining namertliklarini tanqid qildi. Xitoy axborot vositalarining tirnoq ostidan kir izlab, salbiy xabar berayotganliklaridan saskandi. Dünya bu qadar yavaş, kang qo'saq bir millatni tunji qitim ko'rgan bo'lsa kerak. Qushxonning qo'tanlariga so'langan moldek o'limga navbat saqlayotgan bechora Uyg'urlarning hech qanday yordamchi kuchi bo'lmagan, qo'g'dilish imkonidan tamoman ayrilgan holiga qarab, bu xil qonli qismatlarning ichinishli oqibati haqida o'ylandi. Chunki qo'lga tushayotgan isbotlardan Uyg'urlarning o'yg'onganligiga va yoki Xitoylarning suiqasdida o'ynalganligiga bir nima deb bo'lmaydi. 60 yildan beri Uyg'urlarni dastlab mejib kelayotgan Xitoy kommunistlari Uyg'urlarning oson al bo'lmaydiganligini yaxshi bilgachga, har davrda bir voqea paydo qilib, shu davrning olimlari, puldorlari va qiron yoshlarini nobud qilib kelyapti. Azaldan nomus qilishni bilmaydigan Xitoy hukumatining burundan tortib chet el kuchlariga chetib oladigan, terrorist qalpoqlarga döngaydigan eski bayonotlarini yangilab e'lon qilishi, atalmış Uyg'ur Abdunum rayonining raisi deyilgan kishining allburun yolg'onligi isbotlangan hükümetler bilan o'z xalqini ayblishi dunyo jamoatini o'yga soldi. Bu qadar zulm chekayotgan Uyg'urlarning holiga qarab qattiq echindi. Uyg'urlar Xitoylarning shundoq demasligi uchun qizil bayroqni ko'tarib namoyish boshlagan emasmidi? Bu qitimqi namoyishdan maqsad Xitoylar degandek terrorlik yoki bo'lgunchilik harakati emas. Balki 26-iyundagi Guangdong voqeasining haqiqiy ahvolini surishtirish, javobgarlarni jazolash, Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dashni maqsad qilgan yo'lliq da'vo edi. Adolat talab qilgan normal harakat edi. Ammo Xitoy askarlari tarafidan o'qi tutilganlikdan, nohaq o'ldirilganlikdan va vahshiylarcha bostirilganlikdan butun Uyg'urlar qo'zg'alib ketdi. Navbatda o'lganlarning soni 1000dan, yaralanganlarning 1,5 mingdan, tutqun qilinganlarning soni necha mingdan eshib ketganligi mo'ljallanmoqda. Xalq maqsad qilgan aslidagi 26-iyun qirg'inchiligi va haqliq adolat talab qilish harakati terrorlik deyilib turmalarga tashlanmoqda. Muxbirlar cheklimlarga uchrab haydab chiqarilmoqda. Xalq pat arda duch keladigan dahshatli qismatlarning qayg'ularida ochiq tipirlamoqda. O'yla qayg'uliq yig'izorlarga, tog'da g'amlarga va vaqtsiz o'limning vahimlariga mahkum bo'lgan bechora ona bolalarga qarab eg'ir muңlanmoqda. Burunqiovat ko'chalardan bo'ron ushmoqda. Kishilar ansiz qimirlamoqda. Ular bu ersiz o'ylarda qancha uzun o'ltiralar. Boshpanasiz qilayotgan Uyg'urlar yana qanday qismatlarga duchor bo'lar? Bu tengsizlik ve nahaqchiliklarga to'lgan zaminda yana qanday ajoyib ishlar yuz beradi. Hozir Xitoy hukumatining medialari bir Xitoyning burni qonisi to'xtamay vatildab, Uyg'urlarning ichinishli fojialarini yushiryapti. Uyg'urlarning yo'lliq ilib berilgan haqliq namoyishini ishpiyonlari orqali qarlab, urib cheqish, bulab ko'ydirish harakati davom. Xitoylarning ma'lumotini asos qilgandimi 190 dan ortiq odam o'lgan tursa, nima uchun o'ldirish harakati degan batnomni uningga qo'shalmadi? Bu o'lganlar kim? Qanday o'ldi? Atalmış Xitoy puhralari siyaqidagi askarlarning pichoq to'qmoq, palti qanroqlarida o'ldimi yoki qurolliq qismning nomard o'qlarida o'ldimi? Qaranglar. Tajovuzchi Xitoylarning chekdan oshgan millatchiligi, insoniy huquqni dafsanni qiladigan diktatorligi va o'rnaksiz zolimliklarni keltirib chiqargan bu voqeani chet eldagi kishilarning quturtishidan bo'lgan tasodifiy voqeada o'zining sharmandaliklarini yushirayotganligi. Ba'zi nomardlarning diplomatiyani bano qilib olib, o'z qarindoshlarining qirg'in qilinishiga sukut qilayotganligi. Munofiq mollalarning dinni burmilab, xalqni ayblayotganligi. Xoin sotqinlarning zahar xandiligiga. O'z qarindoshlarini tutib, urib, Xitoylarning ishlariga aylangan aqlsiz yaloqchilarga.
Tova. Ular nima uchun o'ylanmaydigan? 13个民族的和谐。 Nima uchun bu namoyishga sabab bo'lgan 26 iyun voqeasining jarayoni haqida izlanmaydigan? Ana yurtidan necha ming kilometr yiroqlikdagi bu ko'chada necha yuzlagan begunoh Uyg'urning qini ashundoq oqqan tursa, kimmi sukut qila olsin? Bu qadar vahshiyatning inson qalbidan chiqqan shaklini ko'rgan qaysi bir insonning g'azabi qo'zg'almasin? Shunchalar qirg'inchilikning javobgarlari nemishqa surishti qilinmag'ida? Xitoylar bu qitim haqiqatan chekdan oshirayotgan edi. Savollar bakmi ko'p edi. Ammo oradan 9 kun o'tdicha Xitoy hukumati tomonidan sado kelmaganlikdan, yo'llanayotgan talab iltimoslar cheklimlarga uchrayotganlikdan, xalqaro insoniy haq huquqning eng to'van ifodasi bo'lgan tinchlik namoyishisi orqali hukumatdan oshkora javob talab qilgan mard o'g'lonlarimizni qonliq bostirgan Xitoy hukumati o'zining haqiqiy abdi bashirsini yana bir qatim oshkorladi. Xalqimizning normal insoniy ruhini xo'rladi. Ular xalq qalbida fidokor haqqoniyatchilar. Tarix betlerida Sharq Turkistonning faxrlik o'g'il qizlari, Uyg'urlarning g'ururi. Xitoylar nomus qilmasdan ularni qarlab o'limga hukm qildi. Adolat talab qilgan sadoni bahona qilib, Sharq Turkistonning hamma yerda keng ko'lamli tutqun qilishni boshladi. Shundoq ketaversa, Uyg'urlarning keyingi ahvoli qandoq bo'ladi? Namoyishda bostirilgan, turmalarga qamilayotgan gunohsizlar qachon erkinlikka erishadi? Xitoylarning Uyg'urlarga qilayotgan zulmi qachon oxirlashadi? Milliy, diniy va insoniy haq huquqlari dafsanda bo'layotgan bu Uyg'urlarning holiga yetadigan yer yo'qmidi? Dunyoning bulun pushqoqlaridagi fidokorlarning Uyg'urlarga yordam qilish navbati qachon keladi? Xalqaro da'vo qilayotgan inson haqlari, kishilik huquq, erkinlik ve demokratiya da'vogarlarining 60 yıldan beri iş kurmayotgan Uyg'ur meselesiga qachon cho'lisi tegadi? Xalqarada yuz berayotgan ishlarning ko'pligidan hamma yer yana aldirash bo'lib ketdi. Bu yerda to'kilgan qonlarning, qurbon bo'lgan jonlarning so'rig'ini qilganlar chiqmadi. Amdilikda Uyg'urlar uchun o'zlari ko'rgan anglaganlarini aytib, ishini bo'shtib oldiganga internetmi yo'q? Arzini anglatqudek hukumatmi yo'q? Dardlariga malham bo'g'idek darmonimi yo'q? G'iriblik tuyg'usida o'zini yana yetim his qilmoqda. Uzun yıllardan beri bunda qismatlarda to'liq qolgan bu xalq tekrar peshvo yaverib, hech kimga ishonmas bo'ldi. Agar ular o'zlariga tikilgan ko'zlar va tilgan madad tilaklarga ozroq bo'lsin erishadigan bo'lsa, ishlar boshqacha bo'lgan bo'ladi. Afsus, Xitoylar hammani qamal qildi. Amisiz, yordamsiz, ilgisiz holda yo'qtilishga duch kelayotgan bu xalq yana qanchalik bardoshlik beradi? Ular hozir nima o'ylayotgandi? Nimalarni degisi kelayotgandi? Dunyoda Xitoy kommunistlaridan bakroq zolim bormidi? Mushtabda ishik to'ligini dumlab Uyg'urni yo'qitib, tüp yiltizdan qurtib etishga tayyorlandi. Allah saqlasın. Eğer rastlı şundak bo'ladigan bo'lsa, ish chatoq. Acaba insonparvarlik, kishilik huquq va erkinlikni dafsanda qilayotgan bunda qotillarning jazosini berib, oldini to'salaydiganlar yo'qmidi? Dunyo nima uchun bunda xatoliklarni davomlashtiraverdigandi? Shundoq. Bu dunyo imtihon dunyosi. Allah xalqan bendisiga eg'ir sinoqlarni berib, uning darajasini ustun qiladigan zot. Undaqda
Uyg'ur xalqining bundaq sinoqlarga tanlangudek ortiqchiligi bormidi? Bu savolning javobini o'zingizlarga qoldirdik. Shundoq qilib bu tuproqning asli sohibi Uyg'ur xalqi bu qitim yana ko'p badal to'ladi. Buning badaliga ular butun dunyoga tunildi. Bergan qonlarning hurmati bilan sharaf topdi. Shuning bilan birga Xitoylarning niyatini bilib yetdi. Xitoylar bilan birga yashashdan butunlay voz kechib, bu otimiras zaminda qaytadan mustaqil davlatini barpo qilishga otlandi. Ey Allah, bizni zalim qavmdan qutqizgin. Ey Allah, Uyg'ur otliq bandalaringga rahim qilgin. Amin. Sharq Turkistonning bag'ridan arishga o'rlayotgan bu duolar hamon bir kuni ijobat bo'g'isi.